Alaykum qizlarjonlar, zo'rmisizlar? Hozir sizlarga qisqagina, lo'ndagina qilib, qanday qilib turmush o'rtog'ingizni daromadini oshirish mumkinligini bo'lishaman. Kamera qarshisiga yaqinroq keling. Men psixolog Nasiba Xo'jayeva, 15 yildan ortiq tajribaga egaman. Juda ko'p konsultatsiyalar o'tdim va o'zimni shaxsiy hayot tajribamda ham qo'llab ko'rdim. Inson nafaqat turmush o'rtog'ini daromadi oshmasligi, o'g'lining puli ko'p bo'lishini xohlaydigan ayollar va shuning bilan birgalikda o'zida katta pullarga ochilish xohlaydigan, sovg'alarga ochilish istaydigan ayolning ongida kichik muammo bo'ladi. Qanaqa muammo? Unda puldan qo'rquv, puldan xafalik, pul bo'yicha og'riqli kechirmagan xotiralari. Shuning bilan birgalikda kichkina vaqtida yoki ulg'aygandan so'ng, ayniqsa 5-7 yoshgacha bo'lgan davrda, 15 yoshgacha bo'lgan davrda kimdandir pul so'raganda siltab berilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ota-onada pul yetarli bo'lmaganda, bu bolani talablari ko'p bo'lgan, xohishlari ko'p bo'lganda pul berayotganda urushib, tejasang bo'lmaydimi, pulni nimaga ishlatding va hokazo. Ya'ni pulga nisbatan aybdorlik hissi yashirin yotgan bo'ladi. Agar sizda pulga nisbatan aybdorlik hissi bor bo'lsa, siz nimanidir sotayotganda, mana qayerdan bilishingiz mumkin sizda aybdorlik hissi bor yo'qligini, shunaqa blok bor yoki yo'qligini. Nimanidir sotayotganingizda uni qimmat sotishga aybdor his qilasiz o'zingizni. Misol uchun 100 so'mga olib 2000 ga, 3000 ga, 5000 ga sotishga yoki umuman qimmatroq sotishga vijdoningiz qiynaladi. Unaqa qila olmaysiz. Yoki bo'lmasam qimmat narsa olib qo'ysangiz o'zingizni kechira olmay yurasiz. Aynan ana shunday hissiyotlari bor bo'lgan ayollar yodingizdan chiqmasin, sizda katta ehtimol bilan aybdorlik blogi bor. Ya'ni pulga nisbatan aybdorlik, pulga nisbatan qo'rquv bor. Shuning natijasida siz xohlasangiz ham duolangiz sekin ijobat bo'ladi. Nimaga? Siz chunki katta puldan qo'rqasiz va turmush o'rtog'ingizni ham pullari sekin ko'payadi yoki ko'p bo'lsa ham sizga bermaydi. Mani bitta konsultatsiyamdan so'ng ana shu og'riqlar yakunlanadi, hayotingiz yaxshi tomonga o'zgaradi. Xohlasangiz konsultatsiyamga yoziling. Agar konsultatsiyaga yozilish imkoniyatingiz bo'lmasa, o'tirib oxirigacha eshiting, o'zingiz bajarishingiz mumkin bo'lgan texnikani o'rgataman. Oldin bitta like qo'yasiz, izohlarda nima esingizga tushdi yozing. Ya'ni siz haqiqatdan pul ishlatishga qo'rqasizmi yoki o'sha pulni ishlatganingizda o'zingizni aybdor his qilasizmi yoki bo'lmasam katta pul ishlatganda yoki bo'lmasam ana shu nimanidir qimmat sotish siz uchun og'riqlimi? Topdingizmi shunaqa o'y xayolni? Agar topmagan bo'lsangiz, tezda topib oling va buni kommentariyaga hoziroq yozing. Yana bitta kichik iltimos, sizda bu beradigan texnikam ishlashi uchun bu videoni yaqinlaringizga, dugonalaringizga ham tarqatib qo'yib, albatta a'zo ham bo'ling bu sahifaga. Endi ketdik. Bismillah. Birinchi o'rinda siz kechirim xati yozing. Qanaqa kechirim xati bo'ladi? Bizning ichimizda juda ko'p musorlar bo'ladi va ular bizning duomizga ijobat bo'lishiga, hayotimizni tez suratda yaxshilanishiga to'sqinlik qiladi. Bu musorli o'y, xayol, fikrlar. Qanaqa? Men qayerda puldan xafa bo'lganman? Ana shuni o'tirib eslaysiz. Buni o'tirib eslaysiz, qayerlarda puldan xafa bo'lgansiz. Ayniqsa kichkina vaqtingizga qarang. Onangizdan pul olardingizmi, otangizdanmi? Ular pul berganda hissiyotlingiz qanaqa bo'lardi? Xursand bo'lib pul berardi, siz olardingizmi yoki aksincha tushkun bo'lardimi? Shularni eslang va sizga berilgan har bitta tin, har bitta kopeyka qo'lingizdan kelgancha eslab, shunga birinchi xafa bo'lgan vaziyatlaringizga kechirim, ya'ni kechirdim o'sha vaziyatda. Kechirim xatini qanaqa yozishni bilmasangiz, men Telegram sahifamda o'tlanayotgan rizo kursimda tez kunda boshlanadi. Ana shu rizo kursida hamma vaziyatlar uchun qanday qilib kechirim yozish, shukronalik yozish, hayotni sifatini yaxshilash, imminni erdan pul olish temasi ham kiritildi u yerga. Masalan, aynan siz e'tiboringizni erdan pul olishga qaratmoqchi emasman. Bu yerda gap siz ongizda. Siz o'sishingiz orqali turmush o'rtog'ingiz o'zi sizga sovg'alar, gullar, hadyalar, e'tibor, mehr berishni boshlaydi. Rizo kursimizda ana shu narsa bor. Tozalanadi. Bunday olganda to'g'ri, chiroyli shukur aytish orqali niyatlarga erishishni o'rgatganman. Telegramda bor, yo'qlab olasizlar. Endi aynan ana shu narsaga juda ham e'tiborli bo'linglar.
kechirim xati bilan sizga shu kechirim xatini xafa bo'lib olgan pulingizga yozdingiz va shukronalik, minnatdorlikni sizga kimlar so'ramasangiz ham pul bergan, so'ramasangiz ham sovg'a bergan, so'ramasangiz ham qanaqadir yaxshi narsalarni sizga ravo ko'rgan insonlarga shukur yozasiz, vaziyatlarga. Eslatib o'taman, qanday yozish bilmasangiz, Rizo kursimga kelasiz. O'zingizdan pulni qizg'anmang. Bo'ldi shuncha qizg'anganingiz. Rizo kursimiz rosa katta skidkada ochilgan, yozilib, hayotingizni o'zgartiradigan bilimni qo'lga kiriting. Ana shu narsani yozganingizdan keyin tez va ko'p har kuni kamida 2-3 marotaba namoz o'qiysizmi, mabodo o'qimasangiz dasturxon boshidami, dasturxonda ovqat yeb bo'lgandan keyinmi farqi yo'q. Bir kunda 5-10 marotaba turmush o'rtog'ingizni daromadiga baraka so'rang, o'g'lingizni topish-tutishiga baraka so'rang va oshxonaga kirgan vaqtingizda ana shu oshxonaga ham shunaqa katta baraka so'rang. O'sha o'g'lingiz nimadir olib keladimi, eringiz nimadir olib keladimi, o'shanga rahmat, shukurni ko'paytiring. Bu tema qizlar juda ham katta tema, zo'r qilib ochib berganman aynan Rizo kursimda. Kelasizlar Rizo kursiga qizg'anchiqlik qilmasdan o'qiysizlar va erlaringiz daromadini oshishini ko'rasizlar. Nafaqat eringiz daromadi, o'zingiz daromadingiz ham kerak bo'lsa 700 barobarga ko'payadi, chunki u yerdagi bilimlar har bitta mavzu, har bitta tema inshaalloh kafolatlangan. Xullas, sizlar eng asosiy topshiriqlarni berib bo'ldim. Duoda gap ko'p, duo qilyapsiz, ishlamayapti. Demak, buni sababi ong ostidagi to'siqchalar bilan bog'liq. O'shalar chiqarib tashlanganda, o'sha xafaliklar yozib yoqib tashlanganda, berganlarga shukur aytilganda 700 barobar ko'payishi haqida faktli bilimlar bor. Bunaqa faktli bilimlar faqat meni sahifamda, meni Telegram kanalimda meni kuzatishda davom etasiz, chunki men bunaqa zo'r bilimlarni sizlarga juda ham ko'pini tayyorlab qo'ydim. Rizo kursimda ko'rishguncha.